Xorazmda hech kim aytmagan biznesni bosamanda bilgan bo'lsangiz, zo'r taklifimiz bor. Inoshli ko'rib turganingiz tayyor parnoy bo'ladi. Va to'g'ri eshitdingiz, tayyor parnoy siz aytgan joyga olib borib ustanovka qilib beriladi. Eng zo'r joylaridan biri 100% tayyor turibdi. Qaranglar, akkuratniy chiqqan, rasvetkalar ham zo'r. И plus dekorativniy aytib fasad qismini ham to'g'rilab qo'ydilar. Eng keraklisi ko'rib turganingizning depasida o'zini terrasasına ega bo'ladi. Terrasadan ham bemalol döşab berib, videdan ham foydalansangiz bo'ladi. To'liq gidroizolyatsiya etilgan, pasta suv o'tmaydi. Xullas, sifat bo'yicha muammosi bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, eldin shunday katta oynasi tushgan, bu yerda esa eshiklari ustanovka qilingan. Endi ichondan qaranglar. Вообще zo'r, polniy yog'ochdan 100% taxlangan. Eng zo'r joylaridan biri bor-ku, kafellar bosilgan, kafelni tegsa, to'pli pol bo'ladi. Izzat foydalanasiz. Gravashda shunday stol kursalarini taxlab qo'ydilar, yeb ichish uchun, to'g'rimi? Bu yerda dekorativniy joylari bor. И plus bu yerdan bir oynasi tushgan bo'ladi. Bu yerda esa shkafi bor. И plus aristoni ustanovka qilingan bo'ladi. Kommunikatsiyasidan muammosi yo'q. To'g'ri kelasizdan tokni ulab berasiz, suvni ulisizdan izzat foydalanasiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. O'zini veshilkalari, bu yerda mana polkalari bor. И qaranglar, polniy kafeldan chiqib turibdi, to'pli pollari bor. Dushimiz bo'ladi va albatta bu bochokni ko'pchilik so'raydi saunada, ya'ni parnoylar bor. Parnoyni o'zini egaladigan bo'lsak, parnoyni o'zi ham yana ko'rib turganingizdek, kichkina emas, akkuratni aytib taxlangan 3-4 tadan bemalol sig'adi. Bunda esa qachon ustanovka qilib beradilar. Elektronni desangiz, elektronni ya bo'lmasa o'din yoqaman desangiz, o'dinli variantini ham taxlab beradilar. Xullas, ko'rib turganingizdek, shunday tayyor sauna bo'ladi. Umumiy maydoni esa 18 kvadrat metr bo'ladi, birinchi etajini o'zi. Va albatta, inoshunning terrasasini ham ega bo'ladi. Terrasasi aytib o'tganimdek, polniy gidroizolyatsiya qilingan, pasta suv o'tmaydi. Bemalol izzatib foydalanasizlar. Ko'rib turganingizdek, bu ham 18 kvadrat. Yaxshi olan joy bo'ladi. Xohlasangiz stol kursidan, xohlasangiz tapchallan ustanovka qilasizlar. Izzat foydalanasiz. Komplektning o'zida zinalari bilan birga taxlab beriladi. Hamma narsasi bor ekan saunadan, basseyni qani desangizlar, basseynlardan taxlab qo'ydilar. Qaranglar, xohlasangiz shunday katta varianti bor, xohlasangiz to'malak varianti bor. Eng zo'r tarafi bor-ku, to'g'ri yerni qazasizdan gömib qo'yasiz. To'liq gidroizolyatsiyadan chiqqan, izzatib foydalanaverasiz. Bu ko'rib turganingiz esa ikkinchi variantimiz bo'ladi. Gravashda shunday katta bir xonasi bo'ladi. Buni xohlasangiz sotuv ofisi etib foydalansangizlar ham bo'laveradi. Quruvchilar uchun zo'r variant. To'g'ri boradi, ustanovka qilib beradi, izzat foydalanaverasiz. И plus ko'rib turganingizdek, oynalar ustanovka qilingan. Bunda yana qurilish qarab o'tirasiz. Ya bo'lmasa, saunaning yonida buni ustanovka qilib qo'ygan bo'lsangiz, bu yerda yeb ichar joy etib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bunda tabiatga qarab o'tiraveradi. Xullas, bunda ham ko'rib turganingizdek, to'rinda shunday sanuzeli joylashgan bo'ladi. Bu yerda yana ko'rib turganingizdek, dushi bo'ladi. Bu yerda xohlasangiz unitaz ustanovka qilib beriladi. И plus bunda kir mashina desangiz, kir mashina ustanovka qilib, undan ham foydalansangiz bo'ladi. Xullas, shunday tayyor uylar kerak bo'lsa, egalarning nomerini qoldiramiz, bemalol telefon ostidan o'zingizga kerak razmerda, xudo xolasa zakaz beradigan bo'lsangiz, taxlab beradilar. Yo'q, men ishini o'zi kerak desangiz, ishini o'zini bemalol kelib, zo'r narxlarda xarid qilib ketasizlar. Olib borib, o'rnatib berish o'zlaridan.